1 hisobida taslim etildi va mana bu yarim finalda Vyacheslav Rogozin bilan ro'baro kelmoqda. Asilbekka omad tilaymiz, ishonamiz. O'zini qanday bokschi ekanligini u ko'rsatgan edi. Bugun ham mana shunday kayfiyatni siz bizga taqdim etadi. O'zining ham kayfiyati a'lo darajada. Har qanday raqibga tik boqa olishligi o'rgatilgan. Kayfiyati rostdan yaxshi. Ishqilib omadini bersin. Round 1. Boshlandi. Xo'sh. Chalg'ituvchi zarba va chap qo'lda aniq bitta kuchli zarba yo'naltirildi. Rogozindan palaparchi harakatlar, asosan tana qismiga yo'naltirilgan zarbalar bo'ldi. Ikkinchi raqam bo'lib ishtirokni boshladi va davom ettirmoqda. Bu ajoyib. Ajoyib. Ham birinchi o'ng qo'l bilan boshladi. Yon tomondan chap qo'l zarbasi boshga. Rogozin Vyacheslav Rogozin variant qidirish bilan ovora hali ham. Yana kutib oldi va yana yon tomondan aylanma. Ancha yengil va aniq harakati bilan yaqqol ajralib turibdi. Yana o'sha ko'rinish. Rogozin oldinga otilishda davom etyapti. Bu Asilbek Jalilov uchun ancha qulay bo'lgan variant. Zarba bilan kutishda va yo'llashda muammoga duch kelmayapti. Zo'r yana bitta, agar hozir oxirgi zarbasi ham borganda mana osilib qoldi rossiyalik bokschi. Uni ahvoli yaxshi bo'lmaganligi sababli ham majbur klinchda qolishga to'g'ri kelyapti. Zo'r, umuman yaqinlashtirmayapti. Yana bir xuddi shunday hujum. Rossiyalik bokschi esa tashlanishda davom etyapti. Endi qorin qismiga. Bitta zarba o'tdi, mayli. Ammo yana o'sha ikkilik, yana o'sha kombinatsiya. Zo'r, ajoyib va yana xuddi shu 3-marotaba ham bir xil kombinatsiya. 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. 9 ta zarbadan ana 6 tasini hisoblamaslikning umuman iloji yo'qligini hakamlar ham biladi. Xo'p, bu pallada Rogozin nima qildi? O'zingiz ko'rdingiz. Izoh berish shart bo'lmasa kerak. Rossiyalik muxlislar vaziyatni tushunib, imkon qadar bokschisini qo'llab-quvvatlashga o'tdi. Chunki o'zbek bokschisi mana bu yerda yaqqol ustunlikni taqdim etib bo'ldi birinchi raund uchun. Bo'ldi, tugadi. Yaxshi. Oxirida yana bitta oxirgi zarbani ham Asilbek Jalilov yo'llayapti. Adashmasam 20 ga 18, 19 va 18lar bilan baholanish kerak. Xo'sh. Raqamlar hayyog'i kolumbiyalik hakam. Menimcha burchakroqqa o'tirib qolgan shekilli, yaxshi ko'rinmagan unga ring. Round 2. Xo'p, umuman olganda yomon emas, mayli. Rogozin boshqa
boshqacharoq boshladi. Zarbalar seriyasi. Ana endi shunga moslashish kerak va hozir juda ham zo'r ketma-ket 4 ta zarba. Xo'sh. Endi menimcha To'lqin Qilich vaziyatga baho bera oladi. Ya'niki Vyacheslav Rogozin bor kuchi bilan ishlab boshladi ikkinchi raundda. Ortda qolayotganini bilgan holda bu keskin charchoq keltirib chiqarishi aniq. Shuni tushungan holda hozir biror bir ko'rsatmani berishi ehtimoli ko'proq, kattaroq. Rogozin avjiga chiqayotgandek ko'p harakat bilan, baqir-chaqir bilan zarba yo'llayapti. Hammasi ham aniq emas va buni orasida nimaga? Nima uchun? Asilbek bo'ldi. To'liqlar qochish kerak. Tegmayapti endi. Biroz sekinlashdi, charchayapti Rogozin. Asilbek biroz mayli bu raund qo'ldan ketgan taqdirda ham jismoniy jihatdan ancha yaxshiroq ekanligini ko'rsatib bo'ldi. Ko'rinib turibdi ham. Buni alohida tahlil qilish shart emas. Charchoq alomati mana shundan darak beradi. Ana endi Asilbek sen o'zing boshlashing kerak. Mana boshladi. 1 2 3 bo'lar ekan u. Yaxshi, juda yaxshi. Zarbalardan qochishga gavda harakati bilan ulgurdi. Bitta zarbani o'tkazib yuboryapti yaqin masofadan. U endi esa nega klinchga kirdi tushunish qiyin. Nega bunchalik oldiga borib nima demoqchi bo'ldi? Gaplashmoqchi bo'ldimi? To'lqin Qilich biroz tushuntirish ham berish kerak shekilli. Hozir oxirgi zarbani yo'q joydan o'tkazib yuboryapti Asilbek. Mayli. Biroz erkaligi ham bor. Bo'lganligi ham yaxshi. Chunki bu ham kerak. Boyagi kolumbiyalik hakamni bahosi oxirida ish qilib xalaqit qilmasa bo'lgani. Mana vaziyat esa umuman kerak emas edi. Oldiga bunchalik qo'lni tushirib borishlik har qanday bokschi boshqacha edi, endi boshqacha. Nimani namoyish etishni xohlashdi, tushunish qiyin. Xo'p. Yo'q, jiddiy keskinlikni
kutyapman. Ko'rsatadi va oldinga tashlanishi ko'payib ketishi ortidan Ragozinning padaparchi zarbalari ham o'tyapti. Yana boshladi. Yaxshi asl. Bo'ladi zo'r. Yana hozir bir urib ag'natib qo'yish imkoniyatiga ham chiqib borayotgandek. Yaxshi. Bitta zarba. Yana urdi, bekorga aytmayapti Ro'zoxunov ham. O'sha bitta zarba. Hamma bitta zarbani xohlayapti. Vaziyat shuni taqozo qilmoqda Asilbek. Muddatdan oldin nokautga uchratib yutishing mumkin. Yana zarba o'tkazib boshladi. Vaqt kam qolyapti, 40 soniya. Zo'r. Ketma-ket ikkita yoki 3ta mana shunday zarba har qanday raqib qulaydi. Chunki Vyacheslav Ragozinning oldinga tashlanishi ancha ochiq holatda o'zi hujumga o'tyapti-yu. Raqib zarbasini yopishga ulgurmasligi aniq. Bo'ldi, tugadi afsus. Kolumbiyalik hakamning ham bahosi yordam berish qiyin o'yindi. Please welcome for the presentation IBA Sports Director Alexander Yegarov. Ladies and gentlemen, after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecards. For your winner by unanimous decision and advance into the finals. In the red corner from Russia, Vyacheslav Rogozin. Kolumbiyalik, kubalik, hammasida qarib bir ko'rinish, bir xil ko'rinish. Va Asilbek Jalilov jahon chempionati bronza medali. Zo'r natija. Mehnat uchun butun jamoaga rahmat. Dastlabki medal o'zbekistonlik bokschi qo'lga kiritmoqda. Bronza bo'lsa qolganlarda shu ham yo'q. Rahmat Asilbek Jalilovga ishtirok uchun. Saken Babasinov qozog'istonlik bokschi ishtirokidagi yarim final jangini tomosha qilamiz hozir. Nepaldan Chandra Bahodur Tapa uning raqibi bo'ladi. Ikkalasi ham